Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Abduqodir Husanovning o'yini qanday baholandi? Turnirning markaziy uchrashuvida Manchester City Tottenham mehmoni bo'ldi. Teng kurashlar ostida o'tgan uchrashuvda jamoalar durangga imzo chekdi. Ushbu uchrashuvda Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, o'yin yakunigacha maydonda harakat qildi. Uning maydondagi harakatlari SofaScore ekspertlari tomonidan 608 ball bilan baholandi. Footmob portalida 702 ball, FlashScore esa 608 ball etib belgilandi. Ma'lumot uchun shaharliklar ushbu durangdan so'ng ochkolar sonini 47 taga yetkazib olib, turnir jadvalining 2-o'rinidan joy oldi. Husanov Yevropada iz qoldirdi. Bugungi kunda klub ichidagi vaziyat tufayli 21 yoshli o'zbek futbolchisi jamoasining eng ishongan markaziy himoyachisiga aylanib bo'ldi. Abduqodir shaharliklar tarkibidagi o'yinlari bilan muxlis va mutaxassislar va murabbiylar ishonchini oqlab kelmoqda. Xususan legionerimiz Yevropa Chempionlar Ligasining umumiy bosqichi yakunlariga ko'ra eng tezkor futbolchilar reytingidan joy oldi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.